daladan charchab kelib bolalaringiz bilan shunday to'shakchalar yerga solib turib, qani o'tiringlar deyishlardi. Davri o'tdi do'stlar, buni o'tirmanglar. Chunki sizlarga suv tekin narxda mana bunday mebellar topib qo'ydim. Do'stlar, qaranglar, shunaqangi arzon mebel topdimki, bozorga borishda esdan chiqarasizlar. Bu yerda 3 million 200 ming so'mdan 10 million so'mgacha bo'lgan mebellar olsalang bo'ladi. Materiallar lisan, ya'ni yong'oqdan bo'ladi, eng zo'rlardan bo'ladi. Mana shu moychicha gulimiz 3 million 200 ming so'mga olsalang bo'ladi. Qo'l mehnatiga lahbas qo'yasizlar. 3 million 400 ming so'm. Do'stlar, mana bunisi nima deyapti? 7 million so'm. Mana bunisi 6 million so'm do'stlar. Har xillardan bor. Mana bunisi monikasi do'stlar 6,5 million so'mga olsalang bo'ladi. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Eng zo'rlardan bo'ladi. Ya'ni issiq suv to'kasa hech narsa qilmaydi. Material eng yaxshilaridan bo'ladi. Bundan tashqari mana bunisi nima deyapti? Do'stlar, bambuk qoplama deyilar ekan. Mana shu turishi 6 million 200 ming so'mga bosib olsalang bo'ladi do'stlar. Dastlabkilarni vodiyning ichiga qilib berar ekan. Bundan tashqari 10 million so'mligi bor, ya'ni 16 taligi bor. Sizlar zakaz qilinglar do'stlar, 10 talikdan 30 talikgacha ham qilib beradi. Ekran tagida telefon nomerlari bo'ladi, bog'lanaverasizlar.